Otajon, shu do'kondan xohlaganingizcha kiyining. Bolam, qiynalib qolmaysanmi? Sen o'zingga kiyim ola qolgin, mana nima qilasan? Ada, bunaqa xijolat qilmang. Siz narsalarni tanlab turing hozir. Aka, adam xohlagancha kiyimlari olsa, avvalambor pulim yetadi. Mabodo pulim yetmay qolsa, mana shu telefonim adam xijolat bo'lmasinlar. Ertaga pulni yopib ketaman, aka. Xo'p, aka, nima ko'raversizlar? O'zi adam razmerlaridagi kiyimlar bormi? Aka, bor. Bu oddilimizda 5XL razmerimiz bor. Agar tushmay qolsa, aka, faollarimiz uchun 5XLdan 10, 12, 15XLcha ham kiyimlarimiz bor, aka. Kiyimlar muammo yo'qda xolos. O'rta tuzumsan, buncha chiranasan, nima qilasan? Qimmatliroq berib, undan ko'ra sal arzonroqni beraver. Otang baribir kiyim farqiga bormasa. O'rtoq, esingdami? 7-sinfda o'qituvchimiz meni oq ko'ynagim bo'lmagani uchun darsdan chiqarib yuborgandi. Ha, esimda. O'sha paytda adam uyimizdagi televizorni sotib, menga maktab forma qilib berganlar. O'zlari yirtuv oyoq kiyimda yurardilar. Sen o'qigin deganlar menga. Mana adam bundan ham zo'riga loyiqli. Sani fikringni bilmadim, o'rtoq. Aka, xaridingiz uchun rahmat. Do'konimizdan kutib qolamiz. Rahmat, aka. Ada, endi o'rtoqlaringizga Namangandagi eng zo'r do'kon Ricardodan kiyindim deb choyxonada maqtanib o'tirasiz. Rahmat bolam, umringdan barakasi.